Assalomu alaykum. Mana bugun faollar bir piyola choy ichib, bir suhbatlashaylik. Qachongacha faqat telefon orqali bir-birimiz bilan suhbatlashib yuribmiz yoki 2-3 nafar ko'rishamiz, bir 10-15-20 nafar ko'rishaylik. Dedim mana ko'rishib, suhbatlashib, bir piyola choy ichib o'tiribmiz. Lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda ham juda qiziq voqealar bo'layapti. Mana shovvozlar tandirlarda kelib ko'rayapti, o'choqlarda ko'rayapti. El har xil munosabat bildirayapti. Endi hokimlar bizning fikrimizcha xonadonga kirib, o'choqni, o'sha oshxonani, xolodilnikni ko'rishdan ko'ra ko'proq mana shu ish o'rinlari yaratilib, aholi bir yuqori daromad topish yo'lida shart-sharoit yaratilishiga xizmat qilsa, ana unda boshqacha bo'ladi. Sabab mana bugungi kunda xalqimiz o'ta tushkun kayfiyat. Jamiyat depressiyada. Ancha tushkunlikda, charchagan, kayfiyati yo'q. Chunki ishini tayini yo'q, daromadi past. Daromad yuqori bo'lsa, daromadga qarab xonadonni ham obod qilib, gulday qilaveradi. Ha endi ishni tayini bo'lmasa, daromad bo'lmasa, kayfiyati bo'lmasa, qo'li ishga bormasa, qanaqasiga ro'zg'orga ham qaramaydi-da. Ro'zg'orni obodligi ham kayfiyatdan kelib chiqadi. Hozirgi mana yetishmovchilik sharoitida ko'plar ertadan kechgacha qanaqa qilib kechda borib qozonimni qaynatsam deb ko'ryapmiz-ku amajoy. Mana o'shanday sharoitda hokimlarni bu xonadonlarga kirib, nihoyatda ayollarga ayniqsa og'ir gaplar gapiryapti. Nima ishing bor? Ona qizini o'sha yulduziga qo'shnilar bilan oila quradi, o'sadi, o'nadi. O nima degan gap? Qaysi bir tumonda men maqolani o'qidim. Bu o'sha kirgan xonadonni aytayaptiki, bu xonadondan qizam olmaydi. Qanaqa hokimning gapiga qarang. Uning tafakkuriga qarang. Asal shuni ham deysanmi? Hokim bo'ldi. Qarang endi viloyat hokimlari. Men ko'zim tushib qoldi. Tandirni ochib qarayapti, kelin qayerda deyapti. Uyda xonadon yosh yigit. Ovozidan eshitiladimi, qo'rquvda javob beryapti. Ya'ni o'zini oqlashga, shu ayolini bu yerda edi, bu yerda edi, o'z xonadonida bostirib kirgan hokimga qo'rqib javob beryapti. Bu qanaqa gap? Bu yaxshi emas. Bunday usul bilan, bunday munosabat bilan hukumatga bo'lgan xalqning hurmati yuksalmaydi. Ishonchi yanada pasayib boradi. Ishonmaydi, hurmat qilmaydi. Shu kerak, shunday yo'l bilan shu hukumat va uning hokimlari obro' topadi. Xalqning ishonchiga qozonadi. Bu yaxshi emas. Agar so'ra, nima kamchilik, nima sharoit qilaylik, nima bizga nimani so'raysiz, nima iltimosingiz bor, nima qilsakki hayotingiz yaxshilanadi, yengillashadi, kayfiyatingiz ko'tariladi deb bunaqa so'rash kerak. Nima deysiz? Mana akam Farg'ona Bo'ydadan kelganlar, mana menga tashlab berganlar. Mana kompyuterda chiqarib oldim. Bu o'zi ham aka. Mana bu Bo'yda tumani ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i mana podpolkovnik Ahmedov. Mana bu sizga telefonlaringizni tekshiraman, tekshiribga ruxsat so'rayotganim Ahmedov. Bular aka-ukami? Ichki ishlarda hammasini familiyasi Ahmedov. Bilmadim. Mana ota bola. Men qarab chiqdim. Qarang. Bu akam
faol, siyosiy faol. Biz mana Xaloskor Xalq Demokratik Partiyasi tashabbuskorlari Telegram guruhini tashkil qilganmiz. Nega? Mana HXDP tashabbuskorlari nomi. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 6-moddasida aytilganki, partiya tuzuvchilar, ya'ni siyosiy partiya tuzuvchilar tashabbuskorlar bo'lib, kamida 50 nafardan kam bo'lmagan tashabbuskorlar bo'lish kerak. Shuning uchun biz tashabbuskorlarning Telegram kanali. Mana bu yerda Buvoyda tuman dedi, mana akamga nisbatan shuncha ish yurg'izibdi, noma'lum shaxslar tomonidan ochilgan deb yozayapti bu yerga bizda. Telegram kanal tashabbuskorlar Telegram kanali qanaqasiga? Noma'lum. Mana biz hammamiz o'tiribmiz. Shu Telegram kanal biz mana tashabbuskorlarning bir qismi o'tiribmiz. Tashabbuskorlar soni ko'p. Masalan, tashabbuskorlar biz ro'yxatini qilib, mana tashabbuskorlar 50 mingdan ham ko'p. Mani qo'limga yuborgan emas. Turib har doim kelib tushibdi, mana biz blankalar to'ldirib yuboradi aka. Endi akam faol. Telegramda birlashaylik, orqaga qaytmaylik, qonuniy yo'l bilan. Orqaga qaytishga yo'li yo'q. Avlodlarimiz uchun birlashaylik, vatanni, yurtni obod qilaylik deb yozadilar. Meni nomimni yozadilar. Men bu yerga har bir varaqda mening nomimni yozgan. O'sha o'rga. Ya'ni akam meni nomimni atab yozadilar-da, nazar. Orqaga qaytishga qaytmaymiz, olg'a bosamiz deb yozadilar. Endi shuni akamni Telegram guruhini tekshirish uchun bu oyda tuman prokuroriga kiritishibdi ruxsatnoma. U ruxsat qilaman, tasdiqlayman, telefonni tekshirib chiqinglar deb ruxsat beribdi. Qara qay darajaga. Endi nima degan? Akamni diniy masalalarda ularga mutlaqo aloqasi, ular qarangki siyosiy yondashmaydi-da. Go'yoki nom-nishonsiz diniy o'shani ular tarqatayotganmish. Ana akam keyin de sudga chiqarishdi. 2 million 60 ming jarimaga tortibdi sud qilib. Akam o jarima boshqa ish emas, shashma deb belni bog'lab, qattiq kurashga kirishib, Farg'ona viloyat sudida hammasini joyiga qo'ygan. Delani hammasini bekor qildirib, orqaga qaytarib, akam aytayaptiki, endi men buni avlodlarimiz ham bilsinki, o'zining qadr qimmat or nomusi uchun kurashishni men oxiriga ishonib boraman. U jarima u boshqalar uchun emas. Yoshlarga o'z huquqini talab qilib kurashishni ko'rsatishimiz kerak deyaptilar. O'zimiz hayotimizda deb. Ana endi akam hozir bu Farg'ona viloyat sudi bergan qarorda ana Oliy sudga shikoyat qilishga haqlisiz deb turibdi. Akam endi mana bularga men shunaqa boshqalarga shunaqa haq huquqiga poymol qilishmasdan, huquqlariga tajovuz qilmasdan, kamsitmasdan, g'o'dda emasdan, qonunlarni poymol qilmasdan, qonunga itoat qilib o'sha formadagilar xizmat vazifasini bajarishini ko'rsatish uchun ana endi men Oliy sudda bularga xususiy ajrim chiqarib jazo ko'rishini so'rayman deyapti. Va zarur bo'lsa boshqa sudlarga ham, xalqaroga ham boraman. Chunki yoshlar o'z haq-huquqi uchun birlashib kurashishni biz o'z harakatimiz bilan ko'rsatishimiz kerak deyapti. Marhamat aka. Assalomu alaykum aziz Xaloskor Xalq Partiyasining tashabbuskorlari, aziz vatandoshlar. Mana domla aytganidek 2-iyun kuni ichki ishlardan chaqirib, akamni kechirasiz, ismlari Ma'mur aka.
To'liq o'zingiz aytib qo'ying. Men Bo'yda tumanidan Tojiboyev Mamral Ismoilovich bo'laman. 2-iyun kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirdi. Men bordim soat 15 da. Borganimdan keyin men endi telefonni olib bormaganman. O'sha kuni ichkariga olib kirib gaplashdi. Xullas telefonni olib kelish yo'llarini reja qildi. Ilojini topmadida menga javob berdi. Ertaga soat 9 da telefonni olib keladi. Kelib uyda damda olayotgan kuni 9 da bordim. 9 da borganimdan keyin xullas soat 6 gacha telefonimdagi bor yozishmalarimda skrinshot qilib oldi. Buni dedi Farg'ona viloyatiga ekspertizaga jo'natamiz dedi. Javob chiqqanda chaqiramiz dedi. Xo'p dedim. Menga ruxsat berdi, ketdim. Xullas 8-avgustgacha indashmadi. 8-kuni chaqirdi. Ya iyul, 8-iyulmi? Avgust. Bugun 8-avgust. Bugun 8. iyul. Iyul. Men qaradim iyul mana materiallar. To'g'ri. Ha. Iyulda chaqirdi, bordim. Borganimdan keyin bu yerda uchastkovoy Mamajon Xolimjon delani tayyorlagan ekan. Uning ichida oxirgi varaqada mana tergov materialining xulosasi bor ekan. Xulosani o'qib ko'rib qo'l qo'ying dedi. Xulosada Tojiboyev Mamral Ismoilovich ishida jinoyat alomati yo'q. Shuning uchun to'xtatildi bu jinoyat ishi dedi. Xo'p, uni o'qib ko'rib qo'l qo'ydimda, endi dedi uni sudga olib kirib chiqamiz. Sizning ishingiz bo'yicha nimani MJKni 202-birim 1-moddasida ko'rsatilgan nima bor? Ma'muriy. Huquq buzarlik bor. Keyin endi iloji yo'q. Xo'p dedim, kirdik. Kirgandan keyin delani sudga berdi, Sarimsoqovga. U delani betidan ko'rib turib, bet qismida bormi endi bu? Ha. Ko'rib turib, siz dedi bu kanalga dedi qachondan buyon a'zosiz dedi. Yo'q, men aytdimki, shu 2 oylar bo'ldi, yo'q. Desam, siz a'zo bo'lgan kanal bu taqiqlangan kanaldir. Boshqa gapga o'tmadi. Shu bilan keyin boravering deb 3 kundan keyin keladi. Bu Sarimsoqov aytyapti, sudya. Sarimsoqov sudya aytyapti. Keyin 3 kundan keyin bordik, hali uchastkovoy yonida tergov guruhi xodimi bor bitta. Keyin uchalamiz kirdik. Navbat keldi, yana sudya so'z zaliga kirdik. U o'tirib menga aytayaptiki, sizni dedi ishingizda dedi MJKning 202-birim 1-moddasi bo'yicha bazaviy hisoblashda 5 baravar miqdorda jarima tayinlanadi dedi. Bo'ldi, boshqa gapga o'tmadi. Men aytdimki, yo'q, o'rtoq sudya dedim, bunda meni hech qanaqa aloqam yo'q-ku dedim. Bu siz belgilay turgan statya bo'yicha meni hech qanaqa aloqam yo'q. Men jinoyatchi emasman dedim. Huquq buzarmasman dedim. Siz o'rganib chiqing materialni dedim. Dedim, shu bilan keyin bo'ldi, sud tugadi dedi. 3 kundan keyin kelib qaror olib ketasiz. Xo'p, men endi chiqib ketdim. 3 kundan keyin borib ham qarorga ham oldim. Materialni kopiyasini ham oldim. Oldimda endi uyga borib uni obdan o'qib ko'rdim. Ko'rsam bari poyma-poy materiallar. Haligi yerda o'sha Ahmedov nachalnigiga yozyapti. Bu Tojiboyev G'ulom Ahmedov nachalnik. Keyin Tojiboyev masjidda dedi noqonuniy miting o'tkazish uchun odamlarni chorlagani aniqlandi deyapti. Endi buning ichida materialda haligi miting to'g'risida gap ham bo'lmagan. Endi u haligi podpolkovnik boshliq Ibn boshliq. Hozir bir minut. Akam aytayotgan gap bizda o'sha HHDP tashabbuskorlari Telegram kanalida yozib turarlar-ku post. Shu bo'yicha ketyapti. Go'yoki bu ham o'sha Telegram kanaliga samimiy yozadilar, "Xon birgalashaylik, olg'a bosaylik" deb orqaga qaytmaylik deb. Endi bu Ahmedovni o'sha bildirgisini o'sha nachalnik ongli ravishda o'qib ko'rgan bo'lganda o'sha odam shunga qo'l qo'ymaslik kerak edi.
Qani buni asosi? Xo'p, bu nimaga jalb qildi odamlarni? Qayerda, qaysi manzilda, kimlarni jalb qilgan, uni ko'rsatganda bu haq bo'lardi. U yo'q, asos yo'qdi endi. Yo'q narsaga bu ruxsat beryapti. Bu so'rayapti-da shunaqangi tezkor tadbir o'tkazishdi. U ruxsat beryapti-da, keyin bu tadbirni boshlayapti. Tadbirni boshlab bo'lib, meni chaqirib, mana bu telefondagi bor materiallarni olib bo'lgandan keyin endi bitta Mamatqulov degan xodim tergovchi. U prokurordan sanksiya olyapti. Tojiboyev Ma'munali ishida diniy materiallar saqlangan telefonida tarqatgan, shu to'g'rida biz aniq xabar oldik deyapti. Ha, uni ham asosi yo'q. Prokuror janovari hech o'qimasdan, ko'rmasdan unga rozilik beryapti. Rozilik beryapti-da, o'sha tezkor tadbir o'tkazishda IBni boshlig'iga jo'natyapti. IBni boshlig'i men roziman o'tkazishga deb u ham imzo qo'yapti. Endi bayda ham asos yo'q. Yo'q narsaga endi meni sudga yetalayapti. Sud haligi Sarimsoqovni ahvolini qarang. U materialni tanishmasdan turib, sirradi o'sha ba'zini hisoblashda 5 barobar miqdorida menga jarima yukilyapti. Mana shu o'sha Sarimsoq nimani prokuror Sulaymonov. Mana ruxsat beraman deyapti. Bu yoqda telefonni titkilashga mana bu oyda tuman prokurori M. Sulaymonov. O prokuror Ha, yo'q. Agar bir fikrimizni bildiramizda, Ahvob aka, bu yoqda davom eting. Endi shu yerda prokuror obdon o'rganib turib, buning ichida qani o'sha sen aytgan diniy materialni tarqatganiga asos bormi? Abki o'shani ko'rsatishi deganda bu yo'q narsa edi-da. U sanksiya berishi mumkin emas edi bu yerda. Bu ish qo'zg'atilmasdi. Mana endi bari haligi bitta yolg'on ikkinchisini yetalab keladi deganda, haligi M. Ahmedovning yolg'oni bilan nima ham aybdor, nachalnik ham aybdor, IBni boshlig'i, prokuror ham aybdor, sud o'tkazgan sud raisi ham Sarimsoq aybdor. Hozir aytadilar, sud qarorlarini bekor qildirganda viloyat bosqichida. Endi bu Sarimsoqni menga qo'ygan jarimasini ustidan men norozi bo'lib, viloyatga chiqdim, apellyatsiya berdim. O'rtada bir hafta o'tib chaqirdi, o'sha tumanni o'zida VKS orqali sud qildi. Keyin sudda men bularni to'liq ro'yxat ko'rsatdim. Mana material sening qo'lingda ham turibdi. Mana shu yerda shunaqa deb hammasini ro'yxat aytib berdim. Aytib berganimdan keyin xullas u qaror qabul qildi-da, 3 kundan keyin men chaqirgan kuniga bordim, boshdan qo'limga qarorni berdi. Qaror bergandan keyin o'sha yerda o'zida tashqarida chiqib o'qidim. O'qisam, haqiqatda Bo'yli tuman sudining qarorini bekor qildi. Bekor qildi-da, haligi tayyorlagan IBni materiallarini o'zlariga qaytarib berdi. Endi ular nima qilishi menga qorong'i, bilmayman. Endi bu yerda mana bu yerdagi bo'lib o'tgan voqealar shu. Endi Farg'ona viloyat sudidan men hozir yana jinday kamchilik norozi bo'lib turgan yerim, sudda bularga ajrim bermadi. Chora ko'rish haqida, ajrim bermadi. Meni moddiy zararim to'g'risida gapirmadi ham. O'shandan norozi bo'lib, men endi Oliy sudga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Arizani yozib, servis pochta jo'natib yubordim. Endi nimada Oliy sudda qanday qaror qabul qiladi, menga qorong'i. Lekin buni ham kuzatib boramiz, ko'ramiz. Oliy sudda akam so'rayaptilarki, u moddiy ma'naviy zarar emas. Akam huquqlarimni poymol qilib, meni manday ham asabimga, sog'ligimga ta'sir etib ishlagan uchun bularga nisbatan xususiy ajrim chiqarasam, bularga qonuniy chora ko'rish uchun mana shu ichki ishlar bu yoqqa hali tezkor vakili Ahmedov, yana Bo'yli tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ham Ahmedov, prokurori Sulaymonov, sud qilgani Sarimsoqov,
Bu to'rttasi, mana sen Oltita deydi. Ha, yo'q, men to'rttasini nomida. Mamatqulov Seni Sarimsoqov, sen prokuror Sulaymonov, ichki ishlar boshlig'i Ahmedov. Senlar mana biz shu yerda o'tirganlar hammamiz mamlakatimizda biz tuzmoqchi bo'layotgan tuzum albatta ro'yxatdan o'tganmiz. Albatta o'tamiz. Million nafarlar birlashadi bu marta. Endi biz mana shu tuzmoqchi bo'layotgan Xaloskor Xalq Demokratik partiyasini tashabbuskorlarining bir qismi. Mana biz tashabbuskorlar sonimiz ko'p. Sen bilib qo'ysan prokuror, sen Sarimsoqov, sudya. Senda malakali bo'lsang, xolis beg'araz bo'lsang, bu nima degani? Hamma hujjatda yozib qo'yibdi. Shu har bir varaqda mening ismim bor, men bilyapman. Chunki shu tashabbuskorlar meni yetakchi qilib olib yurishibdi-da endi. O'shaning uchun mana biz tashabbuskorlar siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 6-moddasida aytib qo'ydi. Siyosiy partiya tuzuvchilar 50 kishidan kam bo'lmagan tashabbuskorlardan iborat bo'lishi kerak. Bu tashabbuskorlar tashkiliy qo'mita tuzadi. Tashkiliy qo'mita tuzib partiyaning ta'sis syezdini tayyorlaydi. Bu tashabbuskorlarning vazifasi partiyaning dasturini ishlab chiqaradi, nizomini ishlab chiqaradi va qonunda belgilangan tartibda O'zbekistonning kamida 8 ta viloyatida, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahri bo'lishi shart, 8 ta joydan kamida 20 ming O'zbekiston vatandoshlarining mana shu partiyaga birlashuvchilarning imzolarini mana shu tashabbuskorlar to'plab tashkil qiladi. Ammo qonunni sen bilmasdan qanaqasiga taqiqlanganda bizmiz o'sha HXDP tashabbuskorlari Telegram guruhining a'zolarimiz biz, tashabbuskorlarimiz. Domla shu yerda men bitta shularga murojaatim borda. Mana prokuror Zeyim Sulaymonov, sudya Sarimsoqov, IBN boshlig'i Ahmedov, yana tergov guruh xodimi Ahmedov, yana bitta tergov guruh xodimi Mamatqulov, bitta uchastkovoy noziri Olimjon Mamajonov. Bularda endi mana o'zlari qo'li bilan tayyorlagan hujjatida bari noqonuniy. Qonunga asoslanmagan Bir odamning yolg'oni bilan shuncha narsa kelib chiqyapti. Yo'q, bu mana hammasini imzosi, hammasini ismi turibdi. Bular javob beradi. Endi bu huquqlarimizni mensimaydiganlarni o'rnini ko'rsatamiz. Mana shu qonunga bular qonunni poymol qilyaptimi? Bularning joyini ko'p bora aytib kelyapmiz. Bular javob beradi. Mana Sulaymonov prokuror, Sarimsoqov sudya, ichki ishlar bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Ahmedov, mana bu hujjatlarni undan ruxsat so'rayotganda Shoskovoymi, tezkor vakilmi Ahmedov, senlarni hammalaring javob berasan. Shu el partiyalarni tuqqan, yuvgan, taragan, o'qitgan, kiyintirgan, bugun ham kiyintirib senga har biringa maosh berib qo'yibdi. Sen hali bizning huquqlarimizni poymol qiluvchi. Senlar javob berasan. Yog'lar, mana shu materialni tayyorlagan mana shu xodimlardan shu respublikamizdagi boshqa xodimlar ham ko'zini ochib o'ylab chiqarish kerak. Bizda tashabbuskorlarimizga yo'liga partiya tuzamiz desa, darrov yo'liga ko'ndalang chiqib, uni birlashmaga yetalamaslik kerak. To'g'ri. Endi bular qonun oldida javob beradi hali. Bular nimada? Oliy sudda. Oliy sudda qonuniy javob beradi, qolganlar ham bundan o'rnak olsin. Aka, biz bu partiyani albatta tuzib, To'g'ri. ro'yxatdan o'tkazamiz. Bu marta
Xudo xolasa inshaalloh millionlab birlashadi. Xudo xolasa. Birlashadi. Yoshlar ham ko'p. Lekin mana bunga o'xshaganlar taraqqiyotga to'siq bo'layotganlar, xalqning erkini bo'g'ayotganlar, bular javob beradi. Hech yoqqa bormaydi, qochib qutulolmaydi. Bunday qilib akam mana o'sha haq huquq uchun kurashishni, or nomus uchun kurashishni, birlashib kurashishni yoshlarga namuna bo'lib ko'rsataylik. Oxirigacha men bu deyaptilar. Mana Shozat, mana o'g'limiz yosh, yuragida o't yonib turibdi. Mana Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida. Mana yoshlar vakili, ana yoshlar vakili pastda u yerda o'tiribdi. Qani Shozatjon, yoshlar, men Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan Tojiddinov Shahzod Ulug'bek bo'lib o'raman. Mana shu Xaloskor xalq demokratik partiyasining a'zosiman. Shu partiyani inshaalloh ro'yxatdan o'tkazamiz. Aytmoqchi bo'lgan gapim ayniqsa yoshlarga, mana shu yoshlar birlashib shu partiyamiz atrofida yig'ilib, mana shunaqa bir tinch yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'tkazib, o'zimizni kelajagimiz uchun mehnat muhojir bo'lmasdan, chetga chiqmasdan, qora mehnatga ishlamasdan, o'zimizning vatanda shu ishchi o'rinlar yaratib, boshqa davlatdan o'zimizga qaytanga ishchilar olib kelib ishlasak yaxshi emasmi? to'g'ri. Shuni o'rniga biza borib Koreyaga yoki yoshlarimiz Rossiyadan Ukrainaga urushga olib ketilyapti-da yoshlarimiz qanchasi. Yo bo'lmasa ayol qizlarimiz Turkiyaga qo'polroq qilib aytsam ketadi-da. Bu bizning g'ururimizga ta'sir qiladi. Bu o'zingizga tepadagilar o'ylab, aqlini ishlatib, bu mol dunyoni o'zi bilan olib keta olmaydi hech qachon. Shu yerda o'zimizning yurtda ish o'rinlarini yaratib, yoshlarga o'rin berib, joy berib, undan ko'ra shu o'zimizning vatanimizni taraqqiyoti uchun harakat qilsak, albatta yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Va shu yoshlarni mana shu partiyaga birlashishga chaqirib qolaman. Rahmat. 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 Nodiraxon, Shahzodaxon. Mana hozir bular gapirdilar, u Konstitutsiyaning 33-moddasida odam fikr bildirishi, tanqid qilishi, muhokama qilishi huquqi berilgandi har bir odamga. Hatto maydonga chiqib e'tiroz bildirishga, norozilik mitingini o'tkazish ham Konstitutsiyada yozilgan. Endi anaqa sizga nisbatan misol uchun hozir ayblov qo'yilmoqchi bo'lgan, keyin birdaniga diniyga o'tishmoqchi bo'lgani, bu endi albatta o'yin bo'lyapti. Prosta xalq qanchalik siyosiy savodli, bilimli bo'lsa, o'sha o'zi nima qilayotganini, nima xohlayotganini biladi. Bu qaytanga davlatning rivojlanishiga yaxshi turtki bo'ladi-da bu narsa. To'g'ri. Keyin sal deputatlar ham, parlamentda o'tirganlar ham, xalqdan oylayotganlar ham o'ylab ish qiladi, chiqarayotgan qarorini tosh tarozga tortib qiladi-da. Keyin bu kelajakka anaqasini o'ylaydi. Shuning uchun qancha ko'p faol birlashsa, bu yaxshi tarafga albatta. Yasha, rahmat. Bu albatta yaxshi tarafga. Prosta yoshlar ham ko'payishi buni orasida. Albatta. Keyin hammani fikr bildirishga, tanqid qilishga, partiya ostida birlashish, hatto tarixda Birlik partiyasi ham birdaniga birlashmagan. Ular 2 yil davomida yig'ilib, majlislar qilib, anaqa muhokamalar qilib, keyin 3-yili rasman ro'yxatdan o'tishgan. Birlik partiyasi ham 3-yili ro'yxatdan o'tgan. To'g'ri. Sho'radagi Shahzodaxon. Assalomu alaykum. Men ham shu Kamil Shahzod va Nodirani gaplariga qo'shilaman. Ular fikrlarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak hammamiz. Ukamiz aytishi bo'yicha biz o'zbek ayollar juda ham xor bo'lyapmiz. Bo'lyapmiz. Ayniqsa internetlarda ko'ryapman, Turkiyada qizlarimiz ko'p bo'lyapti. Kim tomonidan uni bilmaymiz. Faqat qullikka boryapmiz-da chet davlatga. Bizda O'zbekistonda bizni ayollarimiz uchun e'tibor yo'q. Menga aytishyapti-ku, Turkiya nihoyatda korrupsiya o'ta kuchaygan davlat deyapti. Ana bizdan boradi, pulini oladi $300 deyapti, ishchi, viza beramiz deb. Pulini qabul qilib oladi, lekin bittasiga ham bermaydi deydi. Hammasiga rad etadi. Faqat pul olish deydi. Ana endi ular
zavod, fabrika bu joylarga ishlayolmaydi deydi. Endi unday joyda ishlasa kamida $1000 olish kerak deydi. Lekin viza, ishchi viza bermaydi deydi. Natijada nima qiladi deydi? O'zini ko'zi bilan ko'rib o'sha yerda yashaydi. Natijada ular uylarda o'sha xo'jalikni tozalaydi, qariyasiga qaraydi, unisiga qaraydi, bunisiga qaraydi deyapti. Endi bunday ishda ham asosan turklar xotin-qizlarni oladi. Endi u yerda nima ishlar bo'layotganini endi qo'yaylik. Xudo biladi. Axir Xudo biladi. Axir bizning o'sha singillarimiz, qizlarimiz, xotin-qizlarimiz axir hozir mana qaysi kunlari ham ijtimoiy tarmoqlarga Turkiyadagi jurnalist singillarimiz 1 soatlab intervyu beryapti. Turklarda o'zbek xotin-qizlari nihoyatda yengil tabiat deb to'liq miyasida mana yengil tabiat degan fikr to'liq muqim o'tirib qolgan deyapti. O'zbek xotin-qizlari desa bo'ldi, yengil tabiat deb qaraydi deyapti. Kechagina bir yigit aytayaptiki menga telefon qilib, nima ish qilyapsan desam 50 ta mol boqamiz deydi. Sandan sizdan boshqa bormi desam bor deyapti. Domla shunaqa agar bir aylandim, menga turklar aytayapti, nega xotin-qizlar hamma joyda o'zbek xotin-qizlari yengil tabiat, nega sizlarda ularda uyalib ketadi, qochib ketkim kelyapti. Yurib bo'lmaydi, mana bunaqa deyapti. Qarang, endi Turkiyadagi holatni kerak bo'lsa Rossiyadagidan yomon deyapti. Juda bunaqa kerak bo'lsa uradi. Bo'lmasa nechtalar mana ko'ryapsizlar maydalab. O'sha yerlarda qancha xotin-qizlar. Endi Rossiyalarda deyapti bir xalqaro jurnalist. Agar tepadan kuch ishlatadi, tuzilmaga topshiriq bersa, ular bunday bajaradi, ko'rmalatadi, tekshiradi, boshqa qiladi. U yerda yoppasiga shunday qiladi. Manaqa o'zbek nihoyatda xorlangan, nihoyatda xor. Kecha aytayapti o'sha. Samolyotdan borib tushdim deydi. Hamma millatlar ketyapti. Indamaydi deydi. Hatto deydi Hindistondagimi boshqa o'zbeklarni hammasini bir xonaga, zalga olib kirib, bittalab tekshiryapti deydi. Endi bitta bola hali telefonlarini oldi. O'sha tilni bilmovdi deydi, mana bu engagiga deydi, shunday soldi deydi. Mana politsiyasi deydi. Mana ahvol qanday? Qachongacha bizning millatimiz xotin-qizlari ayniqsa qanaqasiga bunchalik xo'rlanadi. Hatto urush davrlarida ham mana shu turli davrlarda axir bostirib kelgan-ku. Arablar ham, Mongol, Mo'g'ullar ham, boshqalar ham bostirib kelgan holatlar bo'lgan-ku. Endi u vaqtda ham xotin-qizlar bu qadar xo'rlanmagan. Hozir yoppasiga mana ixtiyoriy, majburiy xo'rlanishga boryapti. Nimadan? Ish o'rinlari yo'qligida. Bu yerda o'sha daromad topib tirikchiligini o'tkazishga shart-sharoit yo'qligida boryapti. Bizning partiya tuzib birlashishdan maqsad kelinglar, yurtimizga bir erkin hayotni biz ham tashkil qilaylik. Qonun hamma uchun barobar bo'lsin. Qonunga hammamiz bir xilda itoat qilsak, o'zaro shundan intifoqli ham kelib chiqadi. Birlik ham, hamjihatlik ham keladi. Bir-biriga munosabat ham, o'zaro bir-biriga salbiy ta'sir etuvchi o'rniga mana ijobiy muhit shakllanadi. Shunaga endi biz ish o'rinlari yaratish qiyin emas deb aytayapmiz-ku. Faqat davlat, hukumat, aniqroq hukumat xalqqa erkinlik berish kerak va ish o'rinlari yaratilishga yaratmaydi, shart-sharoit hozirlash kerak. Avvalo erkinlik ber, qonun ustuvorligini ta'minla. Ish o'rinlarini yaratuvchi birinchi navbatda kimlar yaratadi? Tadbirkorlar yaratadi. Tadbirkorga nima kerak? Erkinlik kerak. Aralashma hokim. Tadbirkorning ishiga aralashma, burningni tiqma. U nima ishlab chiqaradi? Qanday ishlab chiqaradi? Qayerga sotadi? Kim bilan shartnoma tuzadi? Kimga chiqaradi? Nima ishing bor sen? O'zi biladi. Qo'lingdan kelsa tashqi bozor topishga yordamlash. Mana sening vazifang.
o'sha tadbirkorlikni rivojlantirishiga infrastrukturalarni rivojlantirish, yo'lni tekis qil, suv ta'minoti, elektr uzilmasin, gaz uzilmasin, mana bunday sharoitlarda qildi. Qashang ishi, bunaqa bolalarimiz xor-zor bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, qarab turibsizlar. Bir xili, men ilgari ham bir aytdim, Telegram guruhlar bor. Mana o'sha Rossiyaga ketib turmada yotganlar onalarning Telegram guruhi bor. O'shadan urushga ketib, bolasini ularning bir-biri bilan shunaqa yig'lab qilishadi. Bir onda menga tashlab turadi. Domla yordam bering. Amal nima vakolat bor, yordam bering. Qanaqasiga men? Menda bir vakolat bo'lsa-da, Rossiyaning hukumati bilan переговор, yana hisob. Nima gap? Sanlarda bu inson huquqlari nima degan gap? Nega bizning fuqarolarga tajovuz qilinyapti yurdi? Nega? Degan elchixonalarga nima qilib turibsan u yerga? Sen nima uchun turibsan u yerga? Birinchi navbatda O'zbekiston vatandoshlarining nimaga manfaatini himoya qilmaysan? Nima qilib o'tiribsan u yerga? Seni nima qilib biz elchi qilib yubordik? Qancha yoningda yordamchilar bor edi? Sho'rat aka ancha mana bu sohalarda ancha kuyunchoqlik qilib yurasiz, qayg'urasiz. Assalomu alaykum. Hozir gapirgan gapligiga to'liq qo'shilaman. Konstitutsiyaning 39-moddasini eslatib ketmoqchiman. Mana shu 39-moddasi asosida biz faoliyat olib boryapmiz, yig'ilyapmiz, partiya ochishga bizga huquq bergan. Lekin hukumat o'zi hozir shu konstitutsiyaga zid birinchi navbatda qonunchilikda Mamlakat kodeksi 201-202-moddasini kiritishgan. Noqonuniy yig'ilishlar, mitinglar deb qo'ygan. Vaholanki konstitutsiya 39-moddasi ruxsat berib qo'ygan bizga yig'ilishga. Qaysi ustun? Mamlakat kodeksi moddasimi yo konstitutsiyami? So'rasang o'zlaridan bilmaydi konstitutsiyani moddalarini. Mana konstitutsiya, ma'naviy konstitutsiya saniki bizniki deb qo'yibdi. Yangi konstitutsiya kiritdi. İşlemayotgan, yana takror etaman shu konstitutsiya. Qonunchilikda hozir 20 ming imzo bilan partiya ochish mumkin deb qo'ygan bizga, to'g'rimi? 100 ming demaydimi, domla? 100 ming qilsin imzoni, 20 ming emas. Lekin to'sqinlik qilmasin. 1 million imzo yig'amiz. To'g'ri. To'sqinlik qilmasin. Mana bozorlarda, hamma yoqda o'zlari qonunni buzayotgan, o'zlari, biz emas. Lekin bulardan javobgarlikka tortib bo'lmayapti. Hukumatdagilar ham boshqalar ham. Menda taklif bor. Endi istasangiz challenge qilsak, shu hukumatni faoliyatiga baho bersa, har bir fuqaro, masalan siz boshlaysiz domla. Hukumat faoliyatiga 2 baho deysiz, misol aytaman, yo 3 baho deysiz. Ishlagan baho berasiz. Har bir fuqaro chiqib baho bersin. O'shanda shakllanadi. Ommaviy bular to'g'risida fikr Yaxshi taklif shakllanadi. To'g'rimi? Ko'rinadi. Qancha odam bilan qo'llab-quvvatlaydi, qancha odam bularga qarshi. Mana qancha odam hukumat faoliyatiga mana 2 baho qo'yadi. Qancha odam 3 baho qo'yadi, qancha odam 1 baho qo'yadi. Yaxshi taklif. Bundan hukumat bilsin o'zini. Qani xalq hukumatga hurmat qiladimi? Xalqning hukumatga ishonchi bormi? Men xulosa chiqaradi. To'g'ri taklif qildilar. Qonunlik ishlamayapti. Mana siz o'g'lingizni 190 Mamlakat kodeksi 199-moddasini qo'llab jarimaga solish kerak edi. Bor yo'g'i. Lekin nima qo'llash? 219 ni qo'llashdi, oxiri 277 ni qo'llamasdan. To'g'rimi? Chunki yengil tan jarohati yetkazilgan degan. Lekin mana bu kapitan Sayfiyev Bizga olgan misal degan joy Sardor Turg'un 3 ta edi ular. Sayfiyev ham bor. Ronda turdi. Video olgan misal degan joyda bo'ji kamerasi ishlamagan. Qanaqasiga ishlamagan? Ishlab turgan joyda ishlamay qolgan. Urgan paytda ishlaganmi desa yo'q, akkumulyator o'tib qoldi dedi. Sabab bor, bahona bor. Bu bahona. Tuhmat qilyapti. Keyin olib ketayotganda yana kamera ishlayapti. Lekin именно shu paytda ishlamagan kamera. Lekin buni na sud na prokuratura inobatga oldi. Asossiz mana qamalib ketdi. 219 ni qo'llashdi.
hokimiyat vakiliga uni nisbatan qamalganini hamma biladi. Birinchidan Shunga o'xshagan yonimda holatlar bo'lgani doim. Doim mana shu faol bo'ldi. Andijonda ham, Farg'onada ham, hamma joyda. Ham siyosiy faolligi, ham mening o'g'limligi tufayli endi shunaqa endi o qasoskorlar bo'ladi. Bular qasoskor. Biz huquqimizdan kelib chiqib partiya tuzamiz deyapmiz. Bizda ular mana bunaqa huquq bormi bizda? Mening nazarimda huquq yo'q. Bizda xalqimizda siyosiy huquq yo'q. Nazariy bor, teoretik, lekin amalda yo'q. Qonunda bor, amalda yo'q. Amalda yo'q. Siyosiy huquqqa ega emasmiz. O'z huquqini bilmagan xalq mashaqqa yashaydi ular. To'g'ri. Endi baqirang. Siyosiy huquqqa mayli, o'rta statistikadan deylik xalq mayli. U darajada. Lekin bizdagi O'zbekiston xalq shoiri ham, O'zbekiston xalq yozuvchisi ham, akademigi ham, O'zbekiston qahramoni ham, unisi ham, bunisi ham hech bir siyosiy huquqqa ega emas. Ular yuqori oylik olganda ham baribir qornidan yashayapti. Ular mana saylanish, tanlab saylash, o'zining vakilini nomzod qilib ko'rsatish saylash huquqiga ega emas. Ko'chaga chiqib o'sha akademik shoirlar xalqning agar haqiqatan oydinlari bo'lsa, chiqib e'tiroz bildirishga huquqiga ham ega emas. To'g'ri, men fikrimni tugatib olay. Hukumatda o'tirganlar bizga, sizga o'xshagan odamlar. Faqat vakolat bergan bularga, shu o'tirishga. Lekin ular unutib qo'ygan kimligini. Oyog'i yerdan uzilgan. Shuning uchun to'g'ri gaplar. Partiyaga birlashish mana shu hayotimizni tubdan yaxshilash, yangi yo'lga, to'g'ri yo'lga tushishni birdan bir asosiy yo'li. Yo'li to'g'ri. Qonuniy yo'l, nozo'ravon, qonuniy tinchlik bilan erkinlikka, adolatga, to'qlikka erishadigan yo'l. Ammo bunga o'xshagan Boydani, prokurori Sulaymanov, sudyasi, Sarimsoqov ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ahmedovlar xalqning erkinligi yo'lida o'sha kiyintirgan, o'qitgan, o'ndirgan, bugungi kunda o'zi yemay soliq orqali katta maosh to'layotgan xalqini erkiga mana bunaqa huquqiga tajovuz qilib qarshilik qilyapti. Albatta javob beradi vaqti kelib. Marhamat, Bubisaraxon. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum aziz qatnashuvchilar. Men shu hokimlar to'g'risida gapirsam. Marhamat. Avvalambor, o'rta hokimlar, siz bizani xo'jayinimiz emassiz. Siz bizani xizmatkorimizsiz. Siz bizani uyimizga kelib, kamchiligimizni gapirishingizdan oldin har bir tumanga ajratilgan davlat byudjetidan pullar qayerga ketdi, qayerga ishlatilyapti, kimlarga berilyapti, o'shalar to'g'risida hisob bersangiz xalqqa. Birinchidan, ikkinchidan kambag'al oilaga borib, kambag'alni sharmanda qilishdan oldin sizni bir deklaratsiya qilib ko'rishni biz xalq o'zimiz uyushtirsak. Bu hokimlar qayerdan pul olishyapti, oila maoshi qancha, oddiy xalqqa qancha, uyda nechta xizmatkori bor, haftada har bitta bozordan, bozor ko'mla tarafidan kelayotgan xarajatlarni yoki bo'lmasam firmalardan olinayotgan pullarini bir hisob-kitob qilib xalq tarafidan hisob-kitob qilsak deb o'ylayman. O'shanda to'g'riroq bo'ladi. Uchinchidan, shunchalik aqlli, shunchalik dono, ozodalikni yaxshi ko'rarkan o'sha hokimlar, nega o'sha oddiy xalqqa bir atrofida boylar ko'p-ku. Ne o'sha boylar tarafidan yordam berib uylarni remont qildirib bermaydi? Qancha firmalardan do'la olgan do'lalardan bermaydi? Remontlar qildirib
Men ham masalan mana oddiy xalqman. Kambag'allik reyestrida turaman. 2 yil bo'ldi uyimni devori ag'darilib ketdi-da. Davlat tarafidan kambag'allar reyestrida turadigan oilalarga uy ta'minlash uchun 20.600.000 pul berish kerak. Bu Vazirlar Mahkamasida ko'rsatilgan. Lekin men 2 yildan buyoqqa yuribman. Mingta bahona. Hokim bilan 4 marta uchrashdim. Hokimni 4 marta uyimga taklif qildim. Keling, men uyimga bir piyola choy beraman sizga. Qanaqa ahvolimni ko'ring deb. Nega shunaqa paytda kelmaydi bular? Shunchalik xalqqa mehribon, tozaligini yoki ozodaligini kuzatmoqchi bo'lsa, nega meni hokim meni uyimga kelmadi? Yo'q, qaytangchi mana yaxshi bo'ldi. Hokimlar qarang, odam meni uyga boryapti-da, birontasini uyida biz gaz eksport qilamiz-da, biz gaz sotamiz. Gaz qazib, birontasini uyida gaz yo'q ekan. Hamma xalayam qopdi, o'tin. Kul, tandir. Oy deb bo'lyapti. Yaxshi. Keyin Yaxshi aytdingiz. Hamma xonadonlarga kirsin, o'sha. Hammanikida tandir ekan, hammanikida o'choq ekan. Ana. xalq mana biza xalq bo'lib, Yo'q, yaxshi. Mana turmush darajasini ko'rsatyapti ular dunyoga. SSR davrida ham gaz berardik, sotardik. SSR davrida shaharda hammani uyida gaz bor. Hozir ko'rsatayotgan joylarda shaharda ilan uyida ham bir xillarida gaz yo'q ekan-ku. Toshkent atrofida ham gaz yo'q ekan. Yana o'zbek ayolini butun dunyoga sharmanda qilib. keyin yana bitta narsani xalq bo'lib talab qilishimiz kerak. Shuncha bizani davlatimizda chiqadigan yer osti, yer usti boyliklaridan nega bizani ulushimizni bermaydi biza yaxshi yashashimiz uchun? Nimaga biz endi kambag'al, qashshoq bo'lib yashashimiz kerak? Nimaga bizani hokimlar kelib uyimizga sharmanda qilish kerak? Sabab nima? Oylik maoshimiz, например, 2 million, 3 million, 5 million. Xo'p, uzog'i bilan 10 million deylik. 10 million bilan bitta 5 ta bolali oilaga yetmaydi. Narx-navoni qarang, har kuni oshadi. Pensiyamga 62.000 pul qo'shilibdi-da, oshganda. Men aytayapman, xursand bo'ldim. Shavkat Miromonovich yarim kilo go'sht yeb bugun mazza qilarkanman dedim. Endi bir oyda menga yarim kilo go'sht pulini berib qo'ydimi? Chakagini o'chirib o'tirsan dedimi? O'zlariga qancha qo'shilibdi? Shuni bir bilishimiz kerak biza ham. O'sha vaqt men O'zbekiston xalqidan bitta narsani iltimos qilardim. Xalq birlashib, haq-huquqimizni talab qilib, har bitta vazir uyini borib tekshirishimiz kerak. Vazir qarindosh urug'ini, hokimlarni, prokurorlarni, sudyalarni, vaholanki hamma hukumatda o'tirgan teppa oliy sovet raislari, deputatlari har bittasini uyma-uy borib biza tekshirishimiz kerak. Bu bizning haqqimiz. Ular bizani kelib tekshirishga haqqi yo'q. Nimaga deganda shu joylarni biza ularga yaratib berib qo'yamiz. Oylik maoshini ham biza to'lab qo'yamiz. Ular oddiy mahallalarda yashaydi, oddiy yirik mahallalarda yashashadi. Nimaga endi bizani o'chog'i yo'q ularning. Bizning ishimiz bizga qo'jay. Bugun shanba, oldingi shanba muloqot qildik. Kelinglar deb bir taklifni o'rtaga tashladim. Mana xorijda mehnat muhojiri bo'lib yurganlar. Bir dekabr oyidami, noyabrda oxirimi, dekabrdami bir kunni e'lon qilaylik. O'zbek xalqi birlashadigan kun deb e'lon qilaylik. Muxolifat kuni deb e'lon qilaylik. Muxolifatdagi Xaloskor Xalq Demokratik partiyasiga birlashadigan kun deb e'lon qilaylik. Mana shu e'lon qiladigan o'sha dekabr oyida misol kunni mo'ljallab xorijda mehnat muhojiri bo'lib yurganlar oilalaring bag'riga qaytinglar deyapmiz. Biz sizlarni O'zbekistondan Rossiyaga xorijorlikka, Turkiyaga borib turmalarga tushinglar yoki u yerdan majburiy tartibda Rossiya Ukrainaga urushiga sizlarni safarbar qilaylik demayapmiz. Sizlarga biz aytayapmizki,
o'sha dekabr kunida bir kunni rasmiy kun sifatida e'lon qilsak, birlashadigan kun deb, shuni mo'ljallab oilalarning bag'riga qaytinglar. Ancha vaqtdan beri ayollaring ko'rgan yo'qsizlardir. O'g'il qizlaring qachon adam keladi deb kutadi. Kim bu oilang bag'riga kelsa, sendan nima talab qilinadi? O'sha mahallangda hamma xonadonga mana o'sha blanka, imzo blankasini turibdi-ku. O'shani qo'l qo'yasan mahallangda. O'sha bitta ikkita faol chiqadi. O'sha turib yig'ayotgan. Yig'adi bizga olib kelib topshiradi biz turgan joyga. Mana xalq birlashadi. Ichkaridagi yoshlar o'sha kuni siyosiy oyoqqa turinglar deyapmiz. Endi mana 4 milliondan ortiq pensionerlar bor. Mana Abduqodir aka, mana aka, Narib aka aytayapman. 70, 65 deylik. 75, mana aka 78dalar. Navqiron 50 marta o'tirib turarlar aytib qo'ying. 70 mi aka? 50 yani. Mana o'rganish kerak akamni. Endi mana o'sha 4 milliondan ortiq katta yosh pensionerlar. Kelinglar. Shu jamiyatni bunday xarob, shunday bir erksiz holatga olib keldik. Qo'rqoqlik tufayli. Kelinglar bir oxiratlaringni obod qilib, bir oyoqqa turib yoshlarga madad bo'lib, oyoqqa turiblar siyosiy o'sha kun birlashadigan kun. Nima dedingiz Abduqodir aka? To'g'ri. Kelinglar, nima talab qilinyapti, nima ketyapti sizlardan? O'sha birlashadigan kunga to'ldirib, imzo qilib, yig'ayotgan joyda o'sha blankalarni topshirasan. Yangi hayotni boshlaymiz. Mamlakatimiz to'g'ri yo'lga tushadi. O'sha to'g'ri yo'lga tushganimizdan keyin erkinlik ham bizlik bo'ladi, haqiqatan bo'ladi, dodvoy ham demaymiz. Mana bugungi kunda nihoyatda xalqimizning nomiga ayollarimizni bunday himoyasizligi tufayli, iqtisodiy moliyaviy jihatdan nochor holatga tushib qolganligi tufayli bunday holatlarga o'ta sha'nimizga, ayollarimiz sha'niga shunaqa yomon fikrlar mana ko'p davlatlarda paydo bo'ldi. Bu qanaqasiga? Bu qandayga biz bu millatmiz? Mana bu narsalardan xalos bo'lamiz. Bizning xalqimiz ham bir erkinlikka erishadi. Erkin bo'lgandan keyin o'sha haqiqat mamlakatda qaror topadi. Erkinlik, haqiqat bo'lgan joyda taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish. Farovonlikka erishiladi. Avlodlarimiz bizdan ham yaxshi yashaydi. Ular ham rivojlantirib boradi. Shunday qilaylik deyapmiz. Nimasi qiyin? Kelinglar bir o'zbek ham o'ziga xos insoniyat tarixida bo'lmagan o'sha bir kunda birlashadigan kun bo'lsin deyapmiz. Endi o'sha birlashadigan, e'lon qiladigan kun uchun biz mana tashabbuskorlar bir qismimiz. Hammamiz bir oyoqqa turamiz, mana bilamiz qancha hozir tashabbuskorlar soni qancha bo'lib ketganligini. O'sha biz nima qilishimiz kerak? O'sha bir kunda birlashadigan kunni e'lon qilish uchun rasman biz tashkilot qo'mita tuzamiz, yig'ilishlarni qilamiz, qarorlarni chiqaramiz, ro'yxatni mumkin 500 tashkilot qo'mita tashabbuskorlar deb, mumkin kerak bo'lsa 1000 gina ro'yxatini beramiz, ta'sis siyzni o'tkazadigan kunni beramiz, siz o'tkazamiz, o'sha kunni e'lon qilamiz. O'sha bir kunda birlashadigan kunni e'lon qilishimiz uchun biz tashkilot qo'mita tuzishimiz kerak, qarorlarni qilamiz, ta'sis sizni uni o'tkazamiz, programma, nizomlar, dasturlar yana bir marta qarab chiqadimiz, bo'yida tasdiqlaymiz, rahbar organlarni saylaymiz partiya va o'sha kuni yoppasiga imzo yig'iladigan kun xorijdagilar o'sha vaqtlarni mo'ljallab oilasi bag'riga ommaviy qaytish kerak. Qachongacha xorijda ro'y beradi? Jo'rat aka bitta masalani aytdi. Tanqidiy qaraydilar, ishimizda bo'lish kerakda, shunday qattiq tanqid qilib turadigan. Jo'rat aka aytdilarki, shu bitta tomonni hisobga olishimiz kerak. Shu ishini tashlab qaytarmikan? Keyin u Rossiyalardan $300 kelish kerak. Bu ular tangalab pul topaman deb yuribdi. Jo'rat aka.
Biz nima? Urushga bordiyamizmi o'sha kunga? Rossiyaga xorizorlikka bordiyamiz. Biz oilangni bag'riga kel o'sha kunlarni mo'ljallab deyapmiz. Ha oilang, ayoling seni yillab ko'rgani yo'q. O'g'il qizlaring ko'rgani yo'q. Parta yo'lida necha millionlab ko'kini sarflaverdik dedi. Ha shuni ha endi kelinglar. Bir o'zbek xalqi dunyo insoniyat tarixida qilinmagan ishni qilaylikda o'sha bir kunda shunday birlashaylikki dunyo mana o'zbek o'z yo'lidan bir kunda birlashgan ular. Bir kunda yangi yo'ldan yangi hayotga qurish sari boshlagan degan mana betakror yo'lni qilaylik deyman. Ana shunday yo'lga tushgandan keyin mana bunday bu oyda tuman prokurori Sulaymonovning o'rniga Ichki ishlar boshqarmasi Ahmedovning o'rniga sudyasi Sarimsoqovning o'rniga haqiqiy bizga xizmat qiluvchi farzandlarimiz, o'g'il qizlarimiz o'tirib ishlab boshlaydi. Bular qabul qilgan qarorlar chiqarilgan hukmlardan doim biz duo qilamiz. Qanaqa adolatli farzandlarimiz bor-a deb. Kimda nima fikr bor? Mahmud Asif bor edi. Mayli, meni sakasam gapir. Shu kunni 8-dekabr kuni qilib 8-dekabr konstitutsiya. Maslahatlashamiz. Mana maslahatlarimiz mana bo'lmasa yana birer kunda bir 50-60 ta 100 ta yig'laylik. Maslahatlashaylik. Biz bugun o aslında bizden başka o tepede oturanlar bir narsa bilish kerak. Biz 21. asrda yaşayapmiz. Ilmiy texnika progressini rivojlangan davrda yaşayapmiz. Bu oldingi 18-19 asrga qanday qilib xohlasa ham endi bizni qaytara olmaydi hech kim. Har bir uyda televizor bor. Har bir kichkina bolalarning qo'lida yashamasida kompyuter nima bor? Telefon bor, kompyuter bor. Jahonda nima ketyapti? Qanday yaxshiliklar bo'lyapti? Qanday voqealar yuz beryapti? Hammasini ko'rib o'tirdik. Shu orqaga qaytish yo'q. Kimda kim bizni shunda ushlab turaman. Bosim qilaman, qism qilaman, bu qilaman deydigan bo'lsa, u uning umri qisqa, uzoqqa borolmaydi u odam. Borolmaydi. Chunki xalq mana 20 yil hammamiz birga boshladik, shu partiyani birga yurdik. Mana 6 yil 70 yilga ketyapti. Shu vaqt oralig'ida ben internetda o'tiribmiz doim. Domla nima desa, deganlarni tarqatib o'tish bizning asosiy vazifamiz. Chunki xalq bilsin. Chunki hozir mana bu faollarni men nima aytmoqchiman? Faollarning soni shu 20 yilga nisbatan 10 barobarga ko'payib ketdi desam, men xato qilmagan bo'laman. Lekin ko'pchiligi nima to'xtatib turibdi? Qo'rqinch. Joylardagi bosimlar. Hokimlarning keyinidagi kuch ishlatar tizimlari mana shular bosim qilib turibdi. Xalq qo'rqinchda. Yo'q, qo'rqish ancha bilmaydi. Yo'q, cheklangan oyat joylarda o'z huquqini bilmaydi xalq. Mana shu joyda bosim bo'lyapti. Shuning uchun ko'pchilik mana endi sekin hozir internet orqali mana biz faollarimizni chiqishlari orqali mana Shuhratjonning ham kanali bor, nimada YouTube'da bizni Oybekning ham YouTube'da kanali bor, Domlaning kanallari bor. Shulardan o'sha huquq nimalarni ham hozir xalq ancha-muncha o'rganib qoldi. Shuning uchun men hech nima demayman, masalanki o'sha kelgusi safar o'sha imzolarni to'plash nimasida oldingi yillarga nisbatan hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Chunki mana blankalar juda o'ylab, qattiq o'ylab, shu aql bilan tayyorlangan. Bu imzolar buni ko'rsa, odamlar o'zi lekin mana har bir odam ko'rib juda yaxshilab tushunib olish kerak. Har bir a'zo bo'laman degan odam kanallar, qaysi statyalar emas ko'rsatilgan bu yerda. Shunga nisbatan ish tutsa, ishlar tizimlari, ana uchastkovoylar deb aytaylik endi. Asosan uchastkovoylarga joylarda bosim qiladiganlar. Hech narsa qila olmaydi. Agar bir narsa qilaman desalar, kimdaki uchastkovoy yoki so'nga o'xshagan ishlar tizimlarini odamlar o'zlarining ertangi kunlarini o'ylasin. O'zlarining farzandlarining ertangi kunini o'ylasin.
Daim onlardan o demesiga peşanasiga yazgan yok. Ahirigacha sen 100 yıl senin ailenin çıkan, tukkan, bolaların, nevarelerin militsiya bo'ladi, prokuror bo'ladi deb hech kim peşanasiga yazib qo'ygan yo'q. Shuning uchun xalq bilan birga bo'lsin ular. Xalq to'g'rilasin. Yaxshi. Xalq birlashib. Mana unda maslahatlashamizda yana o'zi ko'proq yig'ilamiz, bir 50-60 nafar yig'ilib chuqur maslahatlashib taklif qilib kelinglar desak, hamma joydan keladi. Nihoyatda o'sha meni tashabbuskor guruh tarkibida deb hisoblovchilar soni nihoyatda ko'p. Endi qani o'sha bir kunga xalqimizni men o'sha tushuntirish ishlarini kuchaytirib, o'sha e'lon qiladigan kunimizga tayyorlab borishimiz kerak-da. Mana har bir ko'rsatuvimiz mana biz bir 3 ta YouTube kanalidan ketyapti. Sho'rat aka kanalidan, Oybek kanalidan, bizning kanaldan, undan tashqari o'sha suhbatlarimizni, muloqotlarimizni qisqartirib yana nechta kanallardan ketyapti Oybek? Jahongirlar orqali ko'plab deyapti. Yoshlar ishiga ham ko'plab, ular kesib boshqa kanallar, Instagram boshqalardan qo'yapti. Mana shunday tushuntirish ishlarini birlashish yo'lida, qonuniy yo'ldan borib birlashish yo'lida birlashishimiz bu zarurat ekanligini. Xohish emas, zarurat. Agar biz bir erkin xalqqa aylanishni maqsad qilgan bo'lsak, boshqa xalqlarga xizmatkor bo'lib qolishdan nafratlanadigan bo'lsak, 3-2 sortli darajali xalqqa aylanmaymiz desak, birlashishimiz kerak. Agar avlodlarimizni, nabira, chevara, evaralarimizni hayotini bir o'ylasak, ular shu mustaqil erkin o'sishini hozirdan tasavvur qilib, ularga mana shunday jamiyatni qoldiramiz deb agar maqsad niyat qilgan bo'lsak, albatta birlashishimiz kerak.